Sheflar, bir 5 yildan buyon ko'rishmagan kursdoshimning oldiga kelyapman-da, Sirojiddin degan vokellik. Biza birga o'qiganmiz. Shu faqat dars qilardi, faqat dars qilaydi. Biza shu diskoteka yurardik. U lekin kecha kunduz o'qisida. O'shana vokenga bitta yangi maktab ochgan ekan, o'shanga aytmasdan kelyapman. Sirojiddin sinflarni ham devona qilibdi-ku. Bu shu aytdi maktab ochaman deb o'tirdi. Endi telefonda gapirib o'tiramiz u bilan. Qayerga bo'lsa u. Lekin uni emotsiyasini ko'ramiz-da, Sirojiddin. Sinflarni ham dahshat qilibdi-ku. Bu qanaqa nimaga tushib qoldim mana? Ya'ni u kinoga nimalarni chizib, buni atmetga qiladi-ku. O'zi o'sha vaqt ham kallasi kuchbacha edi-da. Programmist edi o'sha vaqt. Ana Tartuga o'qigan Toshkentga. Sirojiddin. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Qalay, shirin yaxshi. Sirojiddin qayerda ustozlaringiz? Xonalarga bilishlarchi. O'zlari xonalarda. Qaysi xona o'qining? Birinchi xonami? Birinchi xona. Ana. Sirojiddin, men maktabimizga keldim jo'ra sizni qidirib yuribman. Ana shu video rekka chiqadi lekin. Qaysi sinfda bo'lsa bu? Qani bera boshqa. Ana bermiyor. Jo'rajon. Jo'rajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Necha yil birga ko'rishmaganimizga? Yamonga bo'lib ketdi. 4-5 yilmi? Bila, Jo'rajon, esizgami? U davrlar kimning esiga qolmaydi deysiz? Ishonmaysizlar-da, ana shu kishi bor-ku, shu biza faqat bezorlik qilgan bu kishi kechqurunlari bilan shu obishtaga turardi, kechqurunlari bilan dars qilardilar-da. Qalaysiz, Jo'rajon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? O'zingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bu kompyuterlar qo'yibsiz, shu aytgan maktabingiz shumi? Ha, endi orzu-orzuligicha qolmasin dedik, Jo'rajon, shu uchun mana hamma sharoitlarni qildik. Xudo xolasa mana ochilib, Xudo xolasa o'qishlarni joy-joyiga qo'yib oldik. Короче, bu kishi programmist, o'zlari programmist, Tatuga o'qiganlar, shu bachalarni lubbo'y shu aytini qanaqa sohasi bor, hammasiga tayyorlaydilar. Hozir men gaplashib olay bu kishi bilan.